kichik emas. Yo'q, biling. Bo'ladimi yoki yo'qmi? Qo'li ustiga qo'ying. Qo'ydim. Endi yuzimga surtaymi? Qo'l bilan surtaymi, sipach bilanmi? Nima deysizlar? Bo'ldi. Bo'ldi ko'p. Aha, bo'ldi. Bo'ldimi? To'g'ri surtyapmanmi? Pastlariga ham surtamizmi? Qaranglar. Qalay? Tanalga zo'r ekan, yuzimga qaranglar. Qarga boryapsiz, to'yga esanayapman. O'shanga menga o'rgatib turaylik. Tanalgan qaranglar. Vau! Men to'g'risi buni tanal qolmagan. Yediring, hop. Yuzi qaranglar, risha chiroyli qilib bergan. Peshonamga ham hop. Vau! Umuman o'zgarib bo'ldi. Uncha zo'r. Tanalgan qaranglar. Keyin men keling. Ko'p ko'rdingiz. Ha, ko'payib ketdimi? Birinchisi to'g'risi. Sochini ko'taring, hop bo'ldi. Mana kamroq surting, hop. Ko'zim mabitlarga sursam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydimi? Mana bu joylarga ham qorayib qoldim. Tanalga surtaveray. Loy surtganga o'xshab qoldingiz. Yo'q, hali bu yetiradi. Bo'ladi. Bo'ladi. Mana qaranglar, yeyaptimi? Yuzim buncha chiroyli. Yuzimda bitta ham nuqson qolmadi. Urib surt. Ha, urib surtdim. Tap qilgizib. Yemayaptimi? Yeyaptimi? Iltimos o'zim. Urib surting. Ha, urib mana. Mana shunaqa. Yaxshi surtyapman. Qalay? Ko'p qilib bordingiz. Ha, ko'payib ketib bo'ldimi? Ko'zim yo'qqa o'xshab bo'ldi. Silib bo'ldi. Ortiqcha ko'p qildingiz. Birinchisida arvoh bo'lib qoldingiz debdilar. Voy, bo'yningizga ham quying. Ha, bo'ynimga ham. Bo'yningizga ham hop, mana bo'ynimga ham surtyapman. Yaxshimi? Bo'yningizga yedirib yuboring. Bo'ldi, hop. Bo'ynimga yedirib yuboraman. Rangga tushmadi. Uring, hop. Bir xil bo'lsin. Aha. Mana qaranglar, yaxshimi?